GAC Ion S Plus modellarimizda sotuvga kelgan ukalar bemalol ko'rishingiz mumkin. Tak, o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, restyling variant bilan oldisi nima farqi bor deydiganlar uchun. Tak, bunda monitorlari katta, tablolari ham elektronniy bo'lgan. Bundan oldingi yana bitta restylingi bor. U ham 2025-yilda chiqqan. No lekin tablolari ham, monitorlari ham o'sha kichkinadan, faqat mana bu gitaraga skorsor o'tkazib qo'ygan bo'ldi akalar, boshqa farqi yo'q. O'shani o'zini men ko'rdim. Instagramda 21700 dan 3 yil garantiya deb turib sotishyapti. Tak, bu bilan uni farqini bemalol ko'rishingiz mumkin. Biz 2 yil garantiya beramiz mashinaga. Keyin bun bilan uni farqida, misol uchun bu katta monitor bo'lgandan keyin hozir mana yondi mashina. Eshikni bitta yopib yuboramiz. Mana qaranglar akalar, zadniy kameraga uryapman. Mana bu anchagina tiniq akalar. Bundan oldingi splashnoy ketgan monitorda u ham restyling, lekin bu darajada tiniq bo'lmaydi. Ya'ni eng oxirgi restyling olganinglar baribir ma'qul. Bu yerga YouTube hamma plajalarni yozib olsanglar bo'ladi. Katta monitorda bemalol maza qilib haydasanglar bo'ladi. Buni Gakayonning hadovoylari, keyin batareyasi ancha yaxshi. Orqalari ham anchagina keng. Orqalari panorama lyuklari bor, ochiladi. Bagajlari ham anchagina katta. R17 ballonlar turibdi. Hozir orqasidan ko'rsataman. Bagaj ko'rasizlarmi akalar? Bemalol 4 ta qo'yib tashlab qo'ysanglar bo'ladi ichiga. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Pastga telefon nomerini qoldiramiz. Tak, salonimizda manzilga keladigan bo'lsa, Indeks bozori, kirib kelaverishingiz, Eko bozori, shuna to'g'risida tepaga GAC Ion deb turib yozib qo'yganmiz. Gakayon avtosalonida hamma yerdan kutamiz.